Ichki reyslarga ro'yxatdan o'tish yanada osonlashadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra 1-iyuldan boshlab yo'lovchilar mahalliy yo'nalishlardagi parvozlarga shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning elektron variantidan foydalangan holda ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Bu tartib qanday ishlaydi? Aeroportda ro'yxatdan o'tishdan oldin yo'lovchi my.gov.uz sayti mobil ilovasi yoki ijtimoiy karta mobil ilovasiga shaxsiy kabinetga kirib, shaxsiy ma'lumotlar sahifasiga o'tadi va elektron shaklda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning ro'yxatga olish joyidan xodimga taqdim qilish kerak. Shuni ta'kidlash lozimki, faqat my.gov.uz sayti mobil ilovasi yoki ijtimoiy karta mobil ilovasidagi joriy ma'lumotlar shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun ro'yxatga olish paytida shu kabi hujjatlarning nusxalari, fotosuratlari, pasport, ID kartaning skanerlangan variantini yoki shaxsiy ma'lumotlari bo'lgan veb-sayt sahifalarining skrinshotlari qabul qilinmaydi. Maroqli parvozlar hamda qiziqarli ma'lumotlar uchun Anxoru sahifalariga obuna bo'lishni unutmang.